high level essaylarda mana shu narsa bo'ladi. Qisqa gap bo'ladi, lekin o'sha qisqa gap ham baribir ham kompleks bo'ladi va o'sha gap xuddi o'sha uzun gap ma'nosini yetkazib bera oladi. Range of advertisements degani bu slishkam ko'p deganimi yoki negativ ma'noni beradimi, bermaydimi? Agar lekin men modify my mind deydigan bo'lsam yoki modify my name yoki modify my seat deydigan bo'lsam, bu narsani bir balim olib tashlaydi. Okay? High level vocab, high level grammar. Nimaga high? Chunki uni ishlatish qiyin, ishlatiladigan case'lari juda ham kam. Aynan o'sha case kelganda ishlatsanglar, o'sha sizlarga ball beradi. 30 ta, 40 ta essayga bir hafta, 2 haftaga beraman, homework qilib, har darsda 3 tadan, 4 tadan, 5 tadan essay yozishadi. Agar zo'r ishlasangiz, individual ishlasangiz 7 taga chiqarasiz mumkin, to'g'risi. Good afternoon, dear students. Hammaga assalomu alaykum yana bir bor. Ikkinchi eventimizga xush kelibsizlar. Ikkinchi eventimizda bugun biz Academic Training, ya'ni guest lecture. Bugungi bizning mehmonimiz CELTA Pass A, ya'ni CELTA xalqaro o'qituvchilik sertifikatidan eng yuqori natijani qo'lga kiritgan va IELTS 8.5 sohibi va bundan tashqari bir necha yuzta o'quvchilarga o'zini bilimini ulashib kelayotgan va o'quvchilardan juda ham yaxshi rezultatlar ko'rsatayotgan Cambridge o'quv markazidagi top IELTS instruktor Mr. Sardor Erkinov. Marhamat, taklif qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. How are you guys? Are you doing good? Okay, how's your Sunday going? Good. O'zbek tili bilan aralashtirib gapiraman, ingliz tilida. Okay, I got used to it. Aralashtirib gapirishga. All right, let's start. Birinchi bo'lib warm up activitylardan boshlaymiz. Bundan oldin sizlarga aytishim kerak, bugungi treyning davomida sizlar ko'proq aktiv bo'lishingiz kerak, ekrandan o'qishingiz kerak. Bu shunchaki teoretik ma'lumot beriladigan treyning emas, ko'proq qatnashib, ko'proq savol berib, aktiv bo'lishingiz kerak bo'ladi. Okay? Agar savol berishingiz kerak bo'lsa, qo'linglarni ko'tarsanglar, mikrofon berishadi. O'sha mikrofonga bemalol savol bersanglar bo'ladi. Keyin kim agar ekran yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, ko'p narsa o'qiysizlar ekrandan, iloji boricha yaqinroq o'tirib olinglar. Chunki ekranda ko'p narsa ko'rsataman. Okay? Deal? Good. So, boshlaymiz. Warm updan boshlaymiz. Birinchi sizlarga oddiy brendlarni ko'rsataman va qanaqa brendligini sizlar topishingiz kerak bo'ladi. Okay? Let's get started. What is it? Honda. Okay. Osonlardan boshlaymiz. Next one. Futbol ko'radiganlar bormi? T-Mobile, exactly. T-Mobile. Okay, next. Burger King. Okay. Fast food ish ham yaxshi ko'rar ekan. Okay. Lego. Silishga osonmi deyman? Okay. What is it? A. Kompyuter ishlatadiganlar bormi? PDF ochganda? Adobe. That is Adobe, yes. Next one. No. Under Armour. Nima chiqaradi? Sport clothing, right? Sports clothing. Okay. Lexus, easy. Okay. The clicker. Okay. Oh yeah, no. Ferrari, too easy. Next. Okay. What Nestle? Which chocolate of Nestle? Kit Kat. Okay, good. Qiyinlashib ketadi, bitta kengizga o'tkazib World Cup, easy, right? Easy. Ko'rdinglarmi bugun? Kim ko'rdi? Raise your hands. Okay. Sizlarga alohida rahmat. Ertalab turib, uxlamasdan yana 2 ta oddiy kuni kelganinglarga. Next one is going to be relatable. Bitta kengizga o'tkazib Kim ko'rdi buni? Yo'q. World Cupda agar bilgan bo'lsanglar, FIFA hamma reklamalarni bekitib qo'ydi ichida. Shuning uchun bu stadion qaysidir bitta brendga tegishligida buni ham yopib qo'ygan. Clothing brand. Sizlarga maslahat beraman, savet beraman. Kiyim brand. Who? What? Kimdir aytdi? Yo'q. Jeans. Levi's. Yes, it's Levi's, right? Jeans. Shunaqa yopib qo'ydi. Bu bularga nabarot zo'r reklama bo'ldi, chunki hamma o'zini brendini shunaqa yopib qo'yishni boshladi. Internetda bu narsa viral bo'lib ketdi. Okay, next one is this. Uzbekistan Football Association, right? Unfortunately, right? Buni qo'ymasam bo'lmas edi menimcha bugun. Okay, next one. The question that I have for you. Reklamalarni ko'ryapsizlar.
Are they effective? Do you think these advertising effective? This is Times Square and Subway. Would you buy these products if you see these advertisements? Would you buy? Not always, right? Why? Huh? Why? Like, look at how many advertisements we have. Are they really effective? Would you buy them? Not really, right? Why? Okay, also, what else? In the subway, you often travel on subway. How many times you bought something because you saw advertisement on subway? You just look, you pay attention, and do you buy? Not really, right? Okay, now I'm going to show you another thing, very interesting one. Can we go to the next one? Anybody remembers them? I think people who were born after 2010 will not know them. People who were born before 2010 will probably understand them. Who remembers? Can we raise our hands? Okay. Where are they now? These companies, are they still in the market? No, right? They're not in the market. Why they left? Why they left? Bad sales. Because of crisis. Okay, but other drinks are still here. Yes, maybe. They're overspending maybe, right? On those cars and stuff, they're overspending their money on advertisements. Okay, the reason I'm showing you these, and the reason I'm talking about all of these, is that, as I said, today we're going to review essay. Bugun essay ko'ramiz. 5 yarimga yozilgan essay. U essay topic was advertising haqida. Okay, we're going to see a topic. Bitta kengashga o'qib Okay, mana shu essay hozir sizlarga buni chiqarilgan variantini berishadi. Bilaman bu ko'rinmaydi, sizlarga tarqatishadi va bemalol ichini ochib, o'qib ko'rib chiqsanglar bo'ladi, okay? Qanaqa yozilgan, nima yozilgan. Bu essay men randomly internetdan olmadim. Bu Real Mock'da yozilgan essay. Student tomonidan o'zi trainingga tema topayotganimda mock rezultatlarini tekshirib qoldimda. Endi qarasam studentda 5.5 turibdi writingda. Wait a moment dedim. Juda ko'pchilikda writingdan, taskchudan katta balo olish, 7 olish yoki 7 dan oshirish muammo. Katta problema. Shuning uchun trainingga mana shu mavzuni tanlashga qaror qildim. Hozir sizlarga qog'ozlarni berishadi, essay yozilgan qog'ozlarni. Birinchi sizlarga 3-4 minut beraman. Prosta essay o'qib chiqinglar, okay? 3-4 minutda essay bilan o'qib, tanishib chiqsanglar bo'ladi. Iloji bo'lsa o'zi qog'oz ruchkalar bo'lsa, nimadir belgilab qo'ysanglar ham bo'ladi tagida, essay tagida. So we can have 3-4 minutes for reading it. Agar essay ichida qanaqadir xato yoki noto'g'ri narsa ko'rsanglar, chizib ketsanglar bo'ladi, chunki bugun o'shalar haqida, hammasi haqida gaplashamiz. Sizlarga kichkina sir aytaman. Bu essay yozgan odam hozir shu yerda o'tirib o'raylarda, kimligini aytmayman. Oraylarda o'tirgan odamlardan bittasi yozgan essay. Bu AI generated emas aytganimdek, bu real student yozgan essay. Endi essay discuss qilishimizdan oldin sizlarga bitta savol bermoqchiman. Writing haqida prosta audience levelini bilib olish uchun kim oldin writing mocklarda yoki IELTSda umuman yozib ko'rmagan, writing taskini yozib ko'rmagan, hali taskini bilmaydigan odam bormi? IELTS writing taskini. Okay, juda kam. Okay. Writingdan 5.5 dan past olgan odam. 5.5 dan past taskchidan. Uyalmanglar, ko'taravringlar, hech kim ko'rmaydi bu narsani. Faqat men o'zim uchun. Okay. 5.5 bilan 6 orasida olganlar. Aha. 6 bilan 6.5 orasida. Aha, 6.5 7. Yo'qmi 6.5 olgan? Okay. Prosta hazillashib bo'lsa ham ko'tarib qo'yaveringlar va tekshirib o'tirmayman. Okay. Okay, yes. 7 plus Good. Shu odamlar ko'tardi yana. Okay, sizlar voy 5.5 oldim deylar-ku. Okay, let's get started. Qaranglar, nima qilamiz? Essay bitta ko'rib chiqamiz, piece by piece. Va bu yoqda strukturasini sizlarga aytaman, bitta kengashga o'tkazib. Okay, birinchi ballni ko'rib chiqamiz, taxminan ball aytilgan o'sha sizlarga общий 5.5. Lekin essayni mana shu 4 ta qismidan, okay, let me ask you, qaysi qismi eng yaxshi qilingan? Task response, coherence, lexical resource, grammar ichidan qaysi qismi eng yaxshi qilingan? Nima deb o'ylaysizlar? Okay, task response deb o'ylaganlar qo'l ko'taramiz. Coherence deb o'ylaganlar qo'l ko'taramiz endi. Lexical resource. Hamma tushirib yubordimi? Grammar. Okay, great. Next slide. Qaranglar, qanaqa ko'rib chiqamiz biz bu essayni? Bu 7.5 varianti.
Buni atidan kichkina shrift bilan qo'ydim, sizlar ko'ra olmasligingiz uchun. Oxirida qanaqa qilib olishni aytaman, chunki buni bitta har bitta gapi nimaga o'zgargan, qanaqa o'zgargan va bizning balga u qanaqa ta'sir qilishini sizlarga bugun aytib beraman. Keyingi slayd, keyingisida ko'rsak bo'ladi. Strukturani qaranglar. Birinchi sizlarga essayga qaysi qismini yozayotgan bo'lsak, masalan introduction bo'lsa, introduction o'zi qanaqa bo'lishi kerak, ichida nima bo'lishi kerak, shu narsani aytib beraman. Keyin hozirgi 5,5 li essayimizni ko'ramizda, nimaga uni introductioni 5,5 li essay introductioniga o'xshaydi, shuni ko'rib chiqamiz. Va undan keyin sizlarga o'sha 7 li yoki 7,5 li high scoreli variantini ko'rsatib turib, nimaga u essay skori highligini bitta har bitta gapini ko'rib chiqamiz. Bugun okay, next slide. Introductionda biz nima qilishimiz kerak, qaranglar. Ikkita gap yoziladi yoki 3 ta gap maksimum. Birinchi gap bu paraphrase. Buni hamma bilsa kerak. Paraphrase qanaqa topik bo'lsa ham uzoqdan olib kelmasdan o'sha berilgan topikka paraphrase qilishimiz kerak. Ko'pincha paraphrase deganimizda o'quvchilar faqatgina vokabularni almashtirib qo'yish tushunadi. Bu yerda faqat vokabular emas, vokabular bilan grammatikani almashtirish kerak. Chunki agar siz paraphrase qilganingizda grammatikani almashtiradigan bo'lsangiz, sizning vokabularingiz o'zi avtomatik almashib ketadi. Chunki siz boshqa so'z ishlatishingiz kerak bo'ladi. Okay? Keyingisi bu thesis statement. Mana shu essayga eng muhim joyi. Agar essayim ichida bitta dona gap yozishim kerak bo'lsa, bu thesis statement bo'ladi. Okay? Thesis statement nima degani? Bu yerda biz pozitsiya beramiz. Agar topik pozitsiya so'ragan bo'lsa, bizda topikimiz advertisement haqida o'qidinglar. Advertisement sabablari va uni yaxshi yomon taraflarini so'ragan. Nimaga reklama ishlamayapti? Yaxshi yoki yomonligi. Reklamalar odamlarga ta'sir qilmayapti va u yaxshimi yomonmi degan topik. Okay. Now, thesis statementda demak biz pozitsiya berishimiz kerak. Yaxshimi, yomonmi yoki do I agree, do I disagree o'sha pozitsiyani berishimiz kerak. Va biz essayimizda ko'p holatda nechta body paragraf yozamiz? Ikkita. O'sha ikkita body paragrafda har bittasida bittadan main idea bo'ladi. Bitta paragraf yozishdan maqsad bitta ideyani siz o'quvchiga yetkazib berishingiz kerak. O'sha ideyani shu introductionda yozishingiz kerak bo'ladi. Okay? Demak, bizning thesis statementimizda 3 ta narsa bo'ladi. Birinchi ideya, ikkinchi ideya va position. Good. Next slide. Endi hozir introductionni ko'rib chiqamiz. Bu originali yozilgani. Nowadays some consumers are less interacted by advertising than in the past. Kim nima deb tagiga chizib qo'ydi? Qanaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi? Yoki boshqacha aytganda nimasi yoqmayapti bu gapni? Bemalol balandroq gapiringlar. Short. Maybe. Simple sentence. Rostdan ham o'zimni qarasa simple sentence. Okay? Yana nima? Yes. Yes. Yeah, can you speak to microphone? Yes. Because it sounds unnatural, maybe we should write are less influenced by advertising. Yes. Less interacted. Qaranglar. Consumers are less interacted by advertising. Interact nima degani o'zi? Gaplashish yoki bu yerda ta'sir qilish deb yozishmoqchi bo'lganda, noto'g'ri so'z tanlangan. Less interacted emas, nima bo'lishi kerak? Less influenced, less impacted bo'lishi kerak bo'lgan, to'g'rimi? Okay. Endi bu introductiondagi xatolarni ko'rib chiqamiz. Bitta bosib olasiz. Okay, birinchisi nowadays. Iltimos shu narsani essaylar boshida yozmanglar. Kerak emas. Essay boshida bilmadim nimaga yozishadi, nowadays deb. O'zi itak etyapmiz, present simple ishlatyapmiz, nowadayslarga o'sha aniq o'sha bu yerda. Keyin then in the past deyapmiz, yana bir marta nowadays degan narsa kelyapti. Nowadays bu overused boring linker hisoblanadi. Essay yozayotganda birinchi so'zni nowadays bilan boshlashni to'xtatinglar. Bu kerak emas sizlarga, okay? Keyingi narsa o'sha less interacted, to'g'ri, wrong collocation. Ya'ni biz aytolmaymiz advertising interacts consumers deb aytolmaymiz biz. U collocation bir-biriga match qilmaydi va uchinchisi tense, comparison weak bo'lgan. Then in the past. Okay, which past are we talking about? Not really clear, right? Endi hozir keyingi qismini ko'ramiz. Qanaqa qilib o'zgartirilganini ko'ramiz. Qaranglar, in recent decades, nowadaysdan ko'ra yaxshiroq narsa bu va qaysi pastligini aytayapti bu. Qaysi past? In recent decades, to'g'rimi? Advertising has become significantly less effective. Ya'ni topikda o'sha influence degan so'zni bizga berishgan edi, o'shaning uchun ham advertising less effective degani o'sha ta'sir qilmayapti degan, okay? At capturing consumers' attention than it once was. Okay. What is good about this? Qaranglar. Capturing consumers' attention. Yaxshi vocabulary. Capture agar verb bo'lib ishlatilsa bu C1 hisoblanadi va boyiga weak collocation o'rniga biz strong collocation qo'ydik. Ikkinchisi, present perfect ishlatildi. Nimaga present perfect ishlatildi? O'zi originalida qaysi tense ishlatilgan edi?
are less influenced by. Nima tensu? Present simple. Mana shu studentlarning ikkinchi qiladigan juda ko'p xatosi writing taskchida ko'pincha qanaqadir o'zgarishni beradi, bilasizlarmi? O'tgan zamonga qaraganda nimadir bo'lyapti deb topik shunaqani beradi. O'sha joyda ko'pchilik present simple yozib qo'yadi. Lekin ingliz tilida agar bizda o'zgarish ancha oldindan boshlanib haligacha davom etayotgan bo'lsa, biz present perfect yoki present continuous yozishimiz kerak. Masalan, ko'pchilik yozadi people eat more fast food deb yozadi. Bu regular action. Har doim har kuni odamlar ko'proq fast food yeyishyapti. Okay. Lekin nimani bilmaydi odamlar, people misol uchun amount of fast food consumed has increased desak, bu o'tgan zamonga solishtirib aytayotgan bo'lamiz. Okay, is increasing desak, present continuousda biz o'tgan zamonga solishtirib aytayotgan bo'lamiz. Demak, birinchi gapimizni yozayotganimizda agar topic bizada presentni past bilan compare qilayotgan bo'lsa, yoki present perfect yoki present continuous ishlatishimiz kerak bo'ladi. Okay? Va comparisonni ko'rgan bo'lsanglar, ancha yaxshiroq struktura bo'lgan grammatikada. Chunki prosta tak then in the past deb berilgan edi. Bu yerda biz nima qildik? Then it once was. Yana bitta clause qo'shildi. Birinchi gap simple sentence edi. Passive voice ishlatilgan, bitta verb, bitta clause ishlatilgan simple sentence. Bu bo'lsa уже complex sentence. Okay? Ya'ni o'sha bitta gap o'zida ikkita writer level o'sha sразу bilinadi bunday qarasa, ekzaminatorlarga bu narsa simbolik ko'rinadi. Next sentence. Bu originali. Although a variety of advertisement can be the reason, many business people may experience long-term stress. Yomon emas, I would say. It's good. Lekin baribir ham could be better. Nimasini o'zgartirgan bo'lardinglar? Agar sizlarning essaylar bo'lganda, nimasini o'zgartirgan bo'lardinglar? Yes. Yes, can be the reason deyilganda why? Yes, exactly. Reason for what? Reason for what? Reason nimani reasonligiga aytilmagan. Okay, good. What else? Anything else? Okay, ko'ramiz unda. Keyingisi. Qaranglar. The reason for what? To'ppa-to'g'ri, lack of reference. Bu yerda aytilgan har xil reklama bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. Nimaga sabab bo'lishi mumkin? Boyga aytgan narsamizga reference. Shunga sabab bo'lishi mumkin. Bu narsa to'g'rilanadi hozir. Although ishlatilgan, although-ni biz comparison bo'lganda ishlatamiz. Lekin bu essay bizdan ikkita narsa so'rayapti. Birinchisi nimaga degan, ikkinchisi bu o'zi yaxshimi yomonmi degan. Bular bir-biriga kontrastmi, bular bir-biriga qarshi narsami? Nimaga? Yaxshimi yomonmi? Qarshi narsa emas. Real contrast yo'q, lekin although ishlatilgan. Bu yerda although-ni qachon ishlatamiz? Birinchi tarafda advantage bo'lsa, ikkinchi tarafda disadvantage bo'lsa, although ishlatsak bo'ladi. Yoki bitta tarafda masalan cause bo'lsa, ikkinchi tarafda solution bo'lsa, although ishlatsak bo'ladi. Lekin bu holatda hozir although prosta tak sababsiz ishlatilgan. O'shaning uchun ham bu yerda although coherence cohesion'ni tushiradi. Keyingisi disadvantage not signaled clearly. Qaranglar, ikkinchi tarafda many business people may experience long term stress deyilgani. Lekin u yerda bizda bu disadvantage'larga aytilmagan. Hozir writer consequence haqida yozyaptimi, disadvantage haqida yozyaptimi, we don't know. Chunki topic so'ragan is it positive or negative degan va xuddi shu bilan birga position berilmagan. Position chunki topic is it positive or negative degan. Bu yerda hozir prosta disadvantage aytib qo'yilyapti, lekin bu narsa bizda disadvantage deb aytilmayapti. Va oxirgisi variety. Qaranglar, variety of advertisements deganimizda agar sizlar writer bo'lsanglar, mana shu yozayotgan bo'lsanglar, sizlar reklama ko'pligini yaxshi demoqchimisizlar, yomon demoqchimisizlar? Yaxshi demoqchimisizlar, yomon demoqchimisizlar? Reklama ko'pligi reklamani effektivnessini o'ldirib qo'yyapti, reklamani effektivnessini tushirib yuryapti. Reklama ko'pligi demak yaxshimi, yomonmi? Yomon. Lekin variety degan so'z bu ko'pincha neutral hisoblanadi. Bu yomon so'z emas-da. Bu holatda biz iloji bo'lsa negative so'z ishlatsak yaxshiroq bo'ladi. Chunki o'sha bizani point of view-imizni readerga yana ham yaxshiroq yetkazib beradi. Hozir rewritten versionini ko'rsataman. Keyingi slaydda qaranglar, this shift reference to'g'rilandi. Chunki o'tgan gapda sizlarda bo'lsa reason deyilgan edi va nimagaligi aytilmagan. Bu yerda this shift deyildi. Qaysi shift? Which shift? Which shift? Advertisement becoming less effective. Birinchi gapda aytilgan narsa. Okay? Then is largely driven by overwhelming volume of advertisements. Variety degan so'z demak nimaga o'zgardi? Overwhelming volume bo'ldi. Variety bilan overwhelming volume nima farqi bor? Overwhelming is negative. Agar men nimadir overwhelming desam, bu haddan tashqari ko'p degani bo'ladi.
Negative. I don't like it. Agar variety desam, har xil. Bu yerda negativ degan ma'no yo'q. Biz negativ degan ma'no berishimiz kerak reader uchun. Overwhelming volume of advertisements consumers encounter, face, it means, right, which poses serious challenges. Mana challenges degan narsa bu disadvantage. O'sha boya disadvantage etilmagan edi. Which poses serious challenges for businesses that depend on advertising to reach their audience. Bu rewritten version. Position berilgan, challenges deyildi, reason berilgan va disadvantage berilgan. Thesis statement o'zini ishini qilyapti. Hozir nimaga bu yaxshiligini ko'ramiz. Vocabulary ko'rsanglar bo'ladi. Largely driven, overwhelming volume, poses challenges. Lexical resource ga 3 ta ochko qo'shildi bizga. Right? Keyingi esa grammar 3 marta relative clause ishlatilgan. Mana shu gap ichida 3 marta relative clause ishlatilgan. Sizlarga ko'rinmayapti lekin. Bitta o'qiganda ko'rmaysizlar. Chunki natural ishlatilgan. Qaranglar, qayerda bor? This shift is largely driven by overwhelming volume of advertisements which consumers encounter daily. Birinchi relative clause. Ikkinchisi which poses, bu ko'rinib turibdi. Which poses serious challenges for businesses that, uchinchisi. 3 marta relative clause ishlatilgan writer. 3 marta bir xil grammatikani ishlatsa yaxshimi bitta gapda? Yo'q, yaxshi emas. Lekin bu bitta grammatikani ishlatmayapti. 3 xil grammatikani ishlatyapti. Relative clause bitta gap o'zida 3 xil shaklini ishlatyapti. Bu yerda nima message? Examiner agar buni o'qiyotgan bo'lsa, this guy knows how to use relative clause deydi. Agar men bu essayda yozganimda volume of advertisements which consumers encounter daily, which poses serious threat for serious challenges for businesses, which depend deganimda, o'sha grammatika pastga qarab ketardi. Men hozir 3 ta har xil relative clause ishlatganman bu yerda. Okay, that's grammar. Grammatikaga plus bo'ladi. Keyingi gapimiz introductiondan keyingi birinchi gap bu nima bo'ladi? Topic sentence, right? Topic sentence'da nima qilamiz biz? Ideyani yozamiz. Главный mana shu body paragrafda keladigan главный ideya topic sentence ichida keladi. Keyingi slaydda hozir ko'rsanglar bo'ladi, qaranglar. Topic sentence introduces main idea. It mentions your topic. Mana shu joy juda ham muhim, ko'pchilik topic tashab ketishadi. It mentions the topic and mentions your perspective. So it mentions from which perspective you are answering this question. What is our first question in first body paragraph? What question are we answering? Reason, right? What is the reason? It says why. So what kind of words I expect to see? If I'm answering the why question, I'm expecting to see the words like reason, because, due to, right? I'm expecting to see these words. That's called perspective. What is my topic? Advertisement becoming less effective. I expect to see that. What is my main idea? Why advertisement is becoming less effective? Too many advertisements. Overwhelming volume of advertisements. Good. Keyingi slaydda original introductionni ko'rsak bo'ladi. One major reason, writer ishlatdi. Reason dedi. Good. Why people are less influenced. Tepadagi xato to'g'rilandi, sezdinglarmi? Introductionda less interacted degan edi writer. Why people are less influenced by advertising is that they are becoming fulfilled with different types of advertisement. Good. Bunda yaxshi joylari bor. Yaxshi joylarga komment qilsak bo'ladi. Birinchidan reason aytilyapti. Ikkinchidan boyagi xato to'g'rilandi. Less influenced degandagi xato o'sha to'g'rilandi. Uchinchidan grammatika complex. 3 ta clause ishlatilgan. Yaxshi complex level grammatika, lekin baribir ham ishlash kerak bo'lgan joylari bor. What do you think? What can be improved? Boyagi variety esinglardan? Variety. Bu yerda nima degan o'sha o'rniga? Different. Is it positive or negative? Neutral. Could be good, could be bad. Negative word bersak bizda yaxshiroq bo'lardi. What else? Yes. From subject. Yes, another thing. Spelling xato ko'rdim, kimdir ko'rmadimi? Fulfilled. Fulfilled mana shu so'zda ko'pchilik adashadi. Chunki full bilan fill ikkita alohida so'z deb o'ylaydi, birga qo'shilib yasaladi deb o'ylashadi. Fulfilled unaqa yozilmaydi. Okay. Ko'rsatsak bo'ladi endi kengisini. Qaranglar, fulfilled birinchisi wrong spelling, bitta bilan yoziladi. Different types. A different types. Article o'tib ketdi. Okay, A different types. How many different types? Many. Why A? Why one? Right? And then awkward sentence rhythm. Sentence rhythm degani bu gap complex grammar ishlatib turib, sal osonroq qilib yozilsa ham bo'lardi. Hozir men aytgan bo'lardim, mana shu gapini o'zi bu writerni bu 5 li emas, bu 6 li gap. 6 li essaylarda ko'p keladi. Sentence heavy bo'lib ketgan. Uzun bo'lib ketgan slishkim. Grammatika yaxshi, lekin slishkim uzun bo'lib ketgan. Hozir bu gapni biz rewrite qilamiz. Faqat topic sentence'da nima kerak edi? 3 ta narsa
possession yoki main idea, yana topic и uchinchisi perspective. Shu uchta narsani ko'ramiz keyingi gapda. Bundan keyingisida mana one primary reason etdik for this decline. Qaranglar, original essaydagi gapga mana shuni compare qilinglar-da. Reasondan kelgan bu writer nima dedi? 5.5 writer nima dedi? Reason for what? For this decline. Bu yerda writer nima degan sizlarni qo'linglardagi essayda? Why advertisement is becoming less effective degani. Xuddi shu narsani biz ikkita so'z bilan ayta olamiz-da. O'tda writer 5 ta so'z ishlatdi shu narsaga. Okay, o'shaning uchun ham tushunish sal qiyinroq bo'lib qoladi. This decline desak, tepada biz topikka yetdik. Which decline? Decline in what? Decline in effectiveness of advertisements. Yes. Is that modern consumers have become overwhelmed with marketing messages from every direction. Okay, boyga yana different o'rniga yana overwhelmed ishlatdik. Keyingisida ko'rsak bo'ladi. Bu nimaga yaxshi topic sentence? Overwhelmed ishlatilgan. Marketing messages every direction. Bular hammasi lexical resource ga ball beradi. Undan tashqari tighter bo'lgan, ya'ni sentence o'zi xuddi o'sha ma'no ushlab qolingan bo'lsa ham, biz uni o'qishga, tushunishga osonroq qildik. High level essaylarda mana shu narsa bo'ladi. Qisqa gap bo'ladi, lekin o'sha qisqa gap ham baribir ham kompleks bo'ladi va o'sha gap xuddi o'sha uzun gap ma'nosini yetkazib bera oladi. Okay? So that's topic sentence. Topic sentence dan keyin nima keladi? Explanation. Right? Okay, explanation. Keyingi slaydda ko'rsak bo'ladi. Explanation bizning mavzuyimiz va bizning main ideyamiz qanaqa qilib bog'langanligini aytib beradi. Why, how, so what degan savollarga javob beradi. Hozir explanationni ko'ramiz. Original essayga bu sal uzunroq bo'lishi mumkin. Keyingi slaydda generally, a range of advertisements are being repeated in most places. Okay. Because of this, more and more people wait for a long time whenever they face advertisements, which is time consuming for them. As a consequence, individuals are becoming negative with the range of advertisements. Explanation yaxshi bo'lgan, faqat uni ichida tanlangan so'zlar yaxshi bo'lmagan. What could be changed? Boyaga tepada 2 marta qilingan xato bu yerda yana qilindi. Neutral word. Range. 2 marta ishlatildi, range ko'rdinglarmi? Range of advertisements degani bu slishkam ko'p deganimi yoki negativ ma'noni beradimi, bermaydimi? Bermaydi. No. There is no negative meaning here. Positive demana. Range of advertisements are being repeated deganda, yaxshi narsa, yomon narsani tushunmayapman. Agar hataba mashhurda shu writer range degan so'zni bilgan odam too many degan so'zni ham biladi. O'sha too many deb aytganda men o'sha negativ narsani tushunardim. Too many advertisements are being repeated deganda. Bu advanced emas. Simple words, right? What else? Yana nima bor? Yana nimani improve qilsak bo'ladi? Yes. Face. Yes. Collocation. So'z birikmasi. Face advertisements. Unnatural. We don't face. Biz yuz tutish degani. O'zbek tilida, to'g'rimi? Reklamaga yuz tutadi. Shunaqa desam qanaqa qaraydi hozir menga? Ko'p odamlar reklamaga yuz tutadi desam. What are you talking about? Deslar menga qarab, menimcha xuddi shunaqa bu ham awkward collocation deyiladi. Ya'ni ikkita birga kelmaydigan so'zni biz majburlab essayga tiqib qo'yamiz. Mana shu awkward collocation deyiladi, okay? Keyingi sizlar ko'rsak bo'ladi, nimalarni improve qilishimiz mumkinligini. Ko'p narsa. Okay? Ko'p narsa. Okay, birinchisi generally essayda ko'rsanglar butun paragrafda bu ko'rinadi. Nimaga generallyda u yerda ma'no yo'qligan? Chunki biz endi o'zi ideya boshladikda, sразу уже generallyda bu zodan kelamiz. Bu kerak emas. Ikkinchisi range of advertisements 2 marta ishlatilgan va bu narsa lexical resource ga minus bo'ladi. Present continuous noto'g'ri ishlatilgan. Qaranglar tepada. Are being repeated. Hozir qaytarilyapti degani. Umuman qaytarilyapti emas, har doim qaytariladi emas. Hozir danli moment qaytarilyapti degani. Причем writer generally deb yozgan. Generally degani umuman qilib aytganda bu present simple keyword hisoblanadi generally. Right? Present continuous noto'g'ri ishlatilgan, u katta xatolardan. Tense bilan bo'lgan mistake bizga qimmatga tushadi grammatikamizda. Agar noto'g'ri zamonni ishlatadigan bo'lsak, bu qimmatga tushadigan xatolardan. Bu oddiy xato o'tib ketadi emas, bu realni balla tushiradigan xatolardan bittasi. 3 simple sentences in a row. Qaranglar, 3 ta gap yozgan, lekin har bittasi oddiy, bitta yo'da relative clause bor ekan, lekin qolgan gaplar oddiy, qisqa gaplar.
Okay? Buni nima emas sentence by sentence qilmaganimning sababi ham shu, chunki men buni ulab yubormoqchiman bir-biriga. Har bitta gapni bittadan ko'rayotdik-ku, buni atidan bittadan ko'rmayapman, 3 tasini bittada qo'ydim. Keyingi gapni men buni ulab yubormoqchiman, chunki 3 ta qisqa gap bo'lib qolgan. Yonma-yon. Face advertisements buni aytdik. Wait for a long time. Qaranglar. Because of this, more and more people wait for a long time whenever they face advertisements. Okay, face emas CD-lik advertisements. Reklama berganda biz kutamizda sal g'alati eshitiladi. Reklama bo'layotganda siz kutmaysiz, siz uni yoki ko'rasiz, yoki o'tkazib yuborasiz, yoki ignore qilasiz. Kutamiz deyish o'sha yerda sal g'alatiroq tushgan. Wait for a long time deganda wait so'zini qo'shmagan bo'lardim. Keyin oxirgisi becoming negative with. Individuals are becoming negative with a range of advertisements. How can they become negative with it? Like maybe they are becoming skeptical. This is zo'r bo'lardi shu joyda. Skeptical degani nima degani? Ishonmaydigan, doubtful degani, to'g'rimi? Skeptical desa foydali bo'lgan bo'lardi. Okay, originalni endi editordan ko'ramiz, keyingisini. With identical campaigns, advertising campaigns degan, advertisement degan so'z ko'p ishlatildi, shuning uchun campaigns bo'ldi. Appearing across every channel. Bir xil reklamalar hamma yoqda ko'rsatilgandan keyin degani. Billboards to television to social media feeds and messaging apps, but the example like it. Consumers increasingly tune out advertising messages. Zo'r so'z ishlatildi, leksikaga so'rash uchun tune out. Tune out degani o'shani e'tibor bermay ignore qilib qoladi degani, okay? Tune out advertising messages they once paid attention to. Okay, qachonlardir ular e'tibor bergan reklamasiga, ular hozir e'tibor bermayapti, nimaga? Gapi boshida aytilgan. Too much advertisement. Chunki hamma yoqda reklama chiqib kelyapti deyilgani. Endi bu gap nimasi yaxshiligini ko'ramiz. Hozir qaranglar, identical campaigns, every channel, tune out, bu zo'r lexical resource ishlatilgan ichida. Sentence ochilganda ko'rsanglar bo'ladi. With identical campaigns appearing. Yaxshi grammatika ishlatilgan, participle. They once paid attention to, relative clause, bu ham grammatika. Keyin esingizda bo'lsa 3 ta gap edi-yu, qisqa gap edi. Bitta gapda o'sha hamma ma'noni bitta gapga jamladik biz. Yana boyaga aytgan narsam bu faqat grammatikani emas, task response ham oshiradi, chunki high level writerlar boyaga aytganimdek qisqa ko'p yozmaydi, o'sha ma'noni kamroq gap bilan qisqaroq gap ichida sig'dirib bera oladi. Okay, chunki hozir biz 3 ta gapni bitta gap ichiga sig'dirdik. Keyin sal kuchliroq va ishontiradiganroq chiqqan. Essayda mana bu task response degan narsa bor, ko'pchilik shuni bilmaydi, qachon oshadi, qachon tushadi. Masalan aytaman, tasavvur qilinglar, sizlar essaylarni kimgadir o'qib turasizlar-da va u odam sizni essayingizni o'qib fikrini o'zgartiradigan darajada bo'lsa, sizni task response zo'r degani. Task response zo'r chiqadigan. Masalan, tasavvur qilinglar, sizlar ishchilaysizlar, ishda haftasiga 6 kun ishlaysizlar-da, lekin essay tushib qoldi, haftasiga 5 kun ishlash haqida. Конечно, hamma agree deydi, to'g'rimi? O'sha essay yozdinglar, endi sizlar yozgan essay sizlarni o'sha bossinglar ko'rib qolsa-da, to'g'ri haqiqatan ham 5 kun ishlash yaxshi ekan deydigan darajada bo'lsa, o'sha task response 9 degani. U yerdan hech qanaqa minus topa olmaydi, o'sha siz bilan talasha olmaydi ideya bo'yicha. O'sha task response 9 degani. Ya'ni sizni ideyangizga qarshi bo'lgan odamni essay orqali hech qanaqa disagreementsiz ko'ndira olishingiz kerak. O'zingizning ideyangizga ko'ndira olishingiz kerak. O'sha narsa task response baland qilib beradigan narsa bo'ladi. Okay, explanationni ko'rdik. Explanation qilganimizdan keyin nima qilamiz? Example. Okay, keyingi slaydda ko'rsak bo'ladi. Example'da nimalar qilish kerakligi. Example bu proof hisoblanadi. Proof, isbot degani. Hozir mana reklamalar ideyamiz mana bunaqa edi. Reklama ko'p bo'lgani uchun odamlar ahamiyat bermayapti, o'shaning uchun ham reklama effektivni bo'lmayapti. Shuni isbotlab berish kerak, fakt bilan. Shuni isbotlab berish kerak. Fakt bilan deganimda faqat mana bu narsalar kerak emas bizga. Research kerak emas. Biz aytolmaymiz, Massachusetts University research showed aytolmaymiz. Statistics kerak emas va personal example kerak emas. Biz aytolmaymiz, men kecha metroga tushganimda ko'p reklama ko'rib qoldim. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Boya boss aytdimi, 6 kunlik ish kunidan, ish haftasidan 5 kunlik o'tayotganingizda aytsangiz bo'ladi. Men o'tgan hafta 5 kun ishlagandim, zo'r bo'ldi deysizda. Ishonadimi, boss ishonmaydimi? Ishonmaydi. Siz aytsangiz bo'ladi. Masalan, bizani konkurentlarda deysiz, 5 kunlik ishlashadi va ularda employeelar rosa motivated hammasi deysiz. O'shanda ishonishi mumkin. Yoki qaysidir kompaniyada, Apple'da masalan haftasiga 4 kun ishlashadi va ularning employeelari eng productive employee hisoblanadi deysiz. Shunda ishonishi mumkin. Men o'zimdan example aytsam, скорее всего, u aldayotgan bo'laman. Right? Shuning uchun ham u narsa kerak emas. Okay, next. Original example ko'rsak bo'ladi.
Uzbekistan can be a good case in point as people watch widespread advertisements. Qaranglar, yana widespread ishlatildi. Widespread yana neutral word. Bizga faqat negative word kerak edi u joyiga. Widespread bu neutral word. This means that a large number of advertisements are shown everywhere, such as huge monitors, large cities, and social media platforms when they used to spend time. Okay. How can it be fixed? What can be fixed? Can be a good o'rniga is a good Yes, is the same bo'ladi boshida. Good. Yana qanaqa editlar bor? Kimdan nima izay bor? Ikkinchi gapga ko'proq qaranglar. Birinchi gap bo'lib used to spend. Used to. Nima grammatik? Okay. She just wanted to say it. Okay, ko'ramiz feedbackini. Keyingi qanaqada bosarsiz? Okay. Watch advertisements. Reklamalarni ko'rish. Watch advertisements. Watch. Qaranglar. What do we watch? Watch bilan ishlatilgan so'z nima? TV. Okay, yana nima watch qilamiz? Video, programs, movies, watch qilamiz yoki see qilamizmi? Watch deymiz. Nima farqi bor watch bilan see ni? Yes. Biz televizor ko'rayotganimizda o'tirib, pult olib, televizorni yoqamiz. Nimaga televizorni ko'rgimiz keladi? Reklama ham xuddi shunaqami? O'tirib, reklamani ochib ko'rib o'tiramiz? No. O'shaning uchun ham watch advertisement deb aytolmaymiz, okay? Reklamani biz ko'rmaymiz, reklamamizni see desa bo'ladi yoki come across desa bo'ladi. Lekin watch deb aytib bo'lmaydi reklamaga. Widespread ko'proq bu anaqalar uchun ishlatiladi. Area, ya'ni hamma yoqda bor degan narsa uchun. Advertisement har doim ham joy emas-ku. Social mediada bor advertisement, radioda bor, televizorda bor. Bu har doim ham joy emas. Large number of advertisements are shown everywhere degani redundant bo'lib qolgan. Redundant degani unnecessary repetition. Ya'ni kerak emas joyda aytgan narsamizni yana bir marta aytamiz. Taftologiya deydi-ku, qaranglar mana. Uzbekistan can be a good case in point as people watch widespread advertisements. O'sha aytdi writer. Reklama hamma yoqda bor dedi. Keyingi gapda reklama hamma yoqda borligi this means that large number of advertisements are shown everywhere. Yana bir marta aytiladi, xuddi o'sha gap. Right? Bu yerda ma'no yo'q, yana bir marta o'sha repetition bo'lib qolgan, o'sha redundancy. Huge monitors bu not natural. Monitor deganimizda kompyuter monitorini tushunamiz. Agar ko'chadagi katta ekranlarni aytayotgan bo'lsa, nima deymiz? Billboard desak bo'ladi. Billboard lekin ko'pincha plakatda o'zi bo'ladi. Ekran bo'lmaydi billboardda. Yana nima desa bo'ladi? Katta ekran aytayotgan bo'lsa. Screen. Qanaqa screen? LED screen. LED deymiz biz o'zbek tilida. LED screens deyiladi. Okay, keyingisi ambiguous pronoun they. When they used to spend some time, who used to spend? Keyin they used to spend grammatika bu yerda tense o'zi tense bo'lgani uchun bu yana bitta red flag degan bo'lardi, grammatikani tushiradigan ball. Okay, bular tense mistake'lar, boya aytgandek grammatikani seriozdan tushirib yuboradi. Va oxirgisi example saturation degan pointda saturation degani reklama slishkim ko'p bo'lib ketganini isbotlamayapti-da, reklama ko'p deyapti, lekin slishkim degan joyi yo'q. Hali butun body paragrafni o'qidik. Bitta ham joyda writer nimani aytmadi? Reklama haddan tashqari ko'p demadi. Reklama ko'p dedi, reklama keng tarqalgan dedi, har xil turdagi reklamalar bor dedi. Lekin juda ko'p tarqalgan yoki haddan tashqari ko'p yoki keragidan ko'proq degan narsa writer aytmadi hali. Birinchi body paragrafda, whole body paragraph, introductionda ham. Main point o'zi aslida o'sha edi. Main point. Endi ko'rsak bo'ladi qanaqa qilib o'zgarganini. Uzbekistan is a case in a point. Ya'ni u gap olib qolindi, chunki u zo'r sentence. A case in a point, bu zo'r gap. Residents of Tashkent encounter advertising. Nima edi bu yerda? Watch edi. Encounter dedik endi. Encounter advertising on giant LED screens. Boyaga gap monitorni to'g'riladik. Lining major avenues. Katta ko'chalarning atrofidagi degani. On every social media feeds they scroll through and even the messaging apps they use to chat with friends. Endi bu yerda used to qoldi. Nimaga bu used to degan grammatika emas bu. Ahamiyat beringlar, messaging apps which they use to chat with friends. Bu yerda use, bu yerda used to degan emas, bu yerda ishlatadi degan ma'noda rostakasim. Present simple ishlatilgan. Often within seconds of unlocking their phones. Bu example bo'ldi va exampledan keyingi qismi nima edi? Result, yes, linked deymiz ko'pincha, example natijasi. Qaranglar, buni o'qiganimdan keyin, dasha shu gapni ham o'qiganimdan keyin menda tabiiyki, okay, ishto degan narsa keladi miyamga. Nima qilibdi degan narsa keladi. Hozir bu yerda nima message?
Toshkentda deyilyapti, hamma yoqda reklama. Telefonni ochsa ham, ko'chaga chiqsa ham reklama. Eshitdi, nimaga sen menga buni aytyapsan degan narsa keldi hayolimga. Ya'ni bizning paragrafimiz nima bilan tugashi kerak? O'qiyotgan odamni nima qilibdi degan savolga javob bera olishimiz kerak. Keyingi gapimiz shu narsaga javob beradi, hozir ko'rsak bo'ladi. Consequently, shuni oqibatida such people, such long time repeated advertisements are more likely to make people disappointed. Bu gap not bad. Chunki mana people disappointed degan narsa oxiri berildi paragrafda. Biz qidirib o'tdik-ku negativ so'zni. O'sha narsa keldi. Eng oxirida bo'lsa ham writer aytdi bu narsani. Lekin buni ham improve qilsak bo'ladi. Bitta klik qilib ko'rsangiz ko'ramiz hozir. Overused linker. Qaranglar, body paragraph o'zini birinchi body paragraph qarasanglar, juda ham ko'p gap bitta turdagi linker bilan boshlanyapti. Generally, because of, consequently, as a result, mana shunaqa linkerlar ko'p ishlatgan writer. Va bu to'g'ri ishlatilgan bo'lsa ham, ko'p ishlatilgan bo'lsa, repetition bo'lib balimizni tushirib yuboradi. Shuning uchun ham men bu gapni olib tashlamoqchiman. Consequently degan so'zni long time repeated bu o'ylab topilgan so'z. That's not an English word. Unaqa so'z yo'q ingliz tilida. Bu tarjima qilingan so'z. Are more likely degani biz bu gapda eng oxirgi gapimizda bu eng kuchli gapimiz bo'lishi kerak bu yerda. Lekin biz are more likely deb turib o'zimizni argumentimizni o'zimiz weak qilib qo'yganmiz. Okay, last one. Conclusion, disappointed emas. Bizda advertisements are becoming ineffective bo'lish kerak edi. Bu yerda hozir writer qanaqa conclusionlar chiqgan? Reklama ko'p bo'lgani sababidan odamlar reklamadan disappointed qanaqa bo'ladi? Ko'ngli qolib ketgan. Deymizmi? Xafa bo'lgan deymizmi? Whatever. Lekin bizning point unaqa emas edi. Biz nima demoqchi edik? Body paragrafda. Nimaga reklama ishlamayapti? Degan savolga javob beryotdik. U narsa aytilmagan. Keyingisini ko'ramiz. Inevitably, consequently o'rniga this constant exposure has eroded trust and curiosity. Boya aytdik-ku, Toshkentda hamma reklama ko'raveradi degan gap bor edi. Va o'sha reklama ko'rgan oqibatida odamlar ishonmay qolgan va odamlarda qiziqish qolmagan. That advertising once depended on. Bir paytlar advertising shu narsaga bog'langan edi. Leaving consumers indifferent or even hostile to messages they would have welcomed a decade ago. Ya'ni odamlar reklamani slashim ko'p ko'rgani uchun ular ishonmayapti va ularda qiziqish yo'q. Va buning oqibatida consumerlar, klientlar reklamaga befarq bo'lib qolgan yoki hostile degani opposite. Reklamaga teskari bo'lib qolgan. Ya'ni yoqmaydi reklama chiqsa o'sha. Right? Va bu yerda o'sha narsa aytilgan. Mana constant exposure eroded trust, indifferent, hostile. Bu hammasi nima qiladi? Lexical resource improve qiladi. Keyin relative clause bilan participle ishlatilgan ichida leaving deyilgan participle o'sha narsa. Keyin that deyilgan u yoqda advertising once depended on bu relative clause va messages which they would have welcomed. Yana bitta relative clause ishlatilgan. Relative clause deep o'rgansanglar writingda ishlatish uchun zo'r grammatika, prosta juda ko'pchilik overuse qiladi, bitta formani ishlatadi faqat. Which yoki that deb ishlatadi. Lekin agar relative clause 5-6 xil formasi bor, hammasini ishlatishni o'rganib olsanglar, it's powerful grammar. It's very powerful grammar. Va conclusion bo'ldi. Nimaga? Chunki biz qaysi ideyani analiz qilib bu body paragrafda nimaga reklama ishlamayapti? Nimaga reklama ishlamayapti? Ko'payib ketgan. Good. Body paragraph done. Mana shu joyda agar hozir birinchi body paragraf bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol savol so'rasanglar bo'ladi. Ikkinchi body paragrafga o'tishimizdan oldin qo'linglarni ko'tarsanglar, sizlarga mikrofon berishadi, bemalol so'rasanglar bo'ladi. If anybody has any questions at this point. Nimadir qaysi joyini tushunmaganlar yoki clarification kerak bo'lganlar bormi? Yo'q. Okay, we can continue. Linkdan kelgan nima keladi? Body 2. Va body 2 nima bilan boshlanadi? Topic sentence bilan. Ketdik. Topic sentence buni gaplashdik. Endi keyingisi one major drawback of being influenced by advertising is that yes, bu main idea. Ikkinchi body paragraf esingizda nima haqida edi? Ikkinchi savol. Is it positive or negative degan savol edi. Writer drawback aytibdi. One major drawback of being influenced by advertising is that company managers may experience long-term stress. Nimadir g'alati tuyulmayaptimi? No, it's okay, long-term stress yomon emas. Okay, yes, birinchi body paragrafda ham shunaqa deyilganda, yana nimadir g'alati tuyulmayaptimi? Topic nima haqida edi? It's
not being influenced, but not influenced. Like Yes. it's ineffective. Yes. So the writer is saying being influenced. To'g'ri haqida edi. Not being influenced haqida edi. Chunki prompt esingizda bo'lsa, birinchi o'qiganimiz hozirgi kunda odamlar reklamaga qiziqmayapti degan mavzu edi. Bu yerda writer degan being influenced. Navarot reklama ta'sir qilishini negativ tarafi degan. O'sha yerda not qolib ketgan. Agar not qolib ketmasdan writer rostdan shu topikka yozganda, unda task response вообще qulab ketardi, uch bo'lardi. Task response. Lekin topik to'g'ri bo'lgan, writer body paragrafi qolgan qismini to'g'ri yozgan, prosta o'sha joyda not qolib ketgan. O'sha narsalarga ahamiyat beringlar. Bitta not hozir bizning topikimizni upside down qilib yuboradi. Biz xuddi umuman boshqa narsa haqida gapirayotganimizdek qilib qo'yadi. Hop, doesn't answer question. Drawback of what? Drawback of what? Being influenced. Bizga being influenced kerak emas edi. Bizga drawback of not being influenced kerak edi. Keyingisi, main idea should be financial loss, not stress. Chunki u stress va financial loss oqibatida keladigan narsa, stressni o'zi u juda ham kam odamga ta'sir qiladigan ideya. Chunki qaranglar, kim stress experience qiladi? Managers. Lekin financial loss bu butun kompaniyaga ta'sir qiladi. Ya'ni financial loss degan ideya bu kengroq odamlarga ta'sir qiladi. Stress bu kamroq odamlarga ta'sir qiladi. Task 2 da bo'lsa, biz iloji boricha ko'proq odamga ta'sir qiladigan ideyani tanlasak, u ideya kuchliroq bo'ladi. And the next one is the advertising. The advertising, which advertising we don't know. Va revised variant. Boya siz aytdingiz, menimcha one major qaytarildi deb. A significant drawback deb boshlasak bo'ladi of this declining engagement. Ko'rdinglarmi, being influenced edi, but the declining engagement bo'ldi. Is the financial pressure it creates for businesses. Great, simple, short, readable, understandable, right? We can see why it's good. Declining engagement, financial pressure are for our lexical resource. Clearly answers the prompt. Topic, task response boya teskari savolga javob beryapti. Va sharp, confident topic sentence. There is nothing to comment on. That's a good attempt. Next one, explanation. Buni ham ko'rdik. Keyingisi. Okay, explanation o'qib ko'ringlar. First of all, hamma ko'rdi. Second of all, bormi essayda? Unda nimaga first of all deyilgan? Bu anaqa mechanical deyiladi, odamlar o'rganib qoladi. Ya'ni shunaqa stilda yozib o'rganib qoladi va oxirida vaqt kam qolganda bundoq qarasa, ikkinchisini yozishga ideya vaqt yetmaydi, bo'pti bitta ideya yozaman deydi, lekin tepada first of all deb qolgani esidan chiqib qoladi. Va qolib ketadi. Biz birinchidan dedikda, ikkinchisini kutib o'tiraman, men bo'ldi conclusion keladi undan keyin. Okay? Second of all kelmagan, birinchi xatosi. Keyingilarini yana ko'rsak bo'ladi, minuslarini. First of all, overused. People loses. Did you notice that? Many people loses interest, right? Many people lose interest. May left. Mana shu ikkita juda katta xato. Grammatikani realni tushiradigan narsa. Masalan, siz essayingiz 7 lik bo'lsa, mana shu ikkita xatoni qilsangiz grammatikasiga 6 qo'yib berishadi. Bitta mana shu ikkita xato uchun, chunki katta xato bo'ladi. May left bu yoq tarafida kelgan. Oxirida products may left. Nima demoqchi bo'lgan? Writer o'sha yerda? Yes. May be left. Passive voice ishlatmoqchi bo'lgan writer. Active voice ishlatib qo'ygan. Losing interest from watching, birinchidan from, yana keyin watching ikkinchisi. Watch advertisement qilmaymiz deb gaplashdik. As a result, 3-marta writer ishlatyapti. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, birinchi body paragraf bilan analiz qilgan bo'lsanglar, 2 marta consequently ishlatilgan, 1 marta as a result ishlatilgan. Essayda. Bu degani writerni ishlatishi mumkin bo'lgan linking wordlari limited. Bu menga o'sha sразу signal beradi. Coherence cohesionga 7 berma degan narsa keladi. 7 dan pastroq degan narsa keladi, buni ko'rsam. More and more bu ham ishlatilgan tepada ham va face bankruptcies. Bitta bankrotstani qilmaydi, bir nechta bankrot bo'ladi degan narsa. O'zi siz bitta biznesingiz bo'lsa, bankrot bo'lsa, bir marta bankrot bo'ladi. Bankruptcies degani g'alati eshitilyapti. Bu ham essaychida buni to'g'rilaymiz endi. Qaranglar qanchalik qisqaroq. Xuddi shu ideya, faqat ancha qisqaroq, ancha kamroq. When consumers disengage degani o'sha reklama bilan engage qilmasa, reklama ineffective bo'lsa, even well-designed products risk going unnoticed. Hech kim sezmay qoladi. Yaxshi reklamalarni ham hech kim ahamiyat bermaydi, yaxshi reklamalarga ham. In a crowded market, leaving smaller firms, kichkinaroq kompaniyalarni, in particularly struggling to stay afloat. Stay afloat nima degani? Yes, mana shu narsa
lexical resource kimdir ko'rgan bo'lsa 7, 8, 9 ichida using idiomatic vocabulary deydi. Ko'pchilik shuni idioma deb o'ylaydi-da, idioma ishlatish. Yo'q, writingda idioma ishlatish mumkin emas. Bu informal hisoblanadi idioma ishlatish. Idiomatic vocabulary degani mana shu stay afloat ga o'xshagan so'zlar. Ruschada aytaman, оставаться на плаву deydi-yu. Suzib qolish. Ya'ni cho'kib ketmaslik uchun deyapti-da. U biznes rosmani cho'kib ketmaydi, financially cho'kib ketadi. Right? Mana shu idiomatic vocabulary deyiladi. Переносный смыслda narsalarni aytib berish. Ya'ni o'zini to'g'ri ma'nosida emas, indirect meaningda aytib berish. Agar siz shunaqa vocabularyni ko'proq ishlatadigan bo'lsangiz, ko'pincha sizning vocabularyingiz 7 dan katta chiqadi. Okay. Bu vocabulary ko'rsak bo'ladi. Disengage, risk going unnoticed, crowded market, stay afloat. Zo'r vocabulary hammasi. When people plus participle yana qaranglar. When consumers disengage, bu when complex sentence beradi va yana leaving. Ikkalasi ham grammatika uchun ball beradi. Keyin one complex sentence replaces 3 flat ones. O'tgan gapda hozir qo'lingizga sayda qarasanglar bo'ladi. Explanation uchun 3 ta gap ishlatilgan. Birinchisi first of all bilan boshlangan, ikkinchisi nima bilan boshlangan? Uchinchisi azarsa. O'sha 3 ta gapni bitta complex sentence bilan biz replace qildik. Boyaga aytganimdek, high level writerlar ko'p yozmaydi, kerakli yozadi, kam yozadi, lekin o'sha kamni ichida ma'nosi ko'p bo'ladi. Ya'ni 3 ta gapning meaningini bitta gapga sig'dirib qo'shib bera oladi. Bu explanation, keyingisi nima keladi endi? Example. Okay. Keyingisi. Now, for example, a company Citroën boshida ko'rsatuvdim, bekor ko'rsatmadim-da. Sorry? Yes. A company called Citroën, which produces energetic beverages, shut down because of struggling to spread popular advertisements. This is because product lost its clients who frequently buys energy beverages. Consequently, the company manager experienced lifelong stress. Oxirini qaranglar. Okay. Xatolarni ko'ramiz. Beverages ishlatilgan 2 marta noto'g'ri spelling. Noto'g'ri spelling. Qanaqa bo'ladi spellingga? Qayerda xato bor? E bo'lish kerak. Beverages, not beverages, right? A company Citroën, to'g'ri. A company Citroën emas, company called Citroën bo'lish kerak. Energetic drink. Energichniy napitek degan. Right? Energy drink deymiz, energy drink. Wrong collocation, bu ham lexical resource uchun. Shut down. Wrong form. Nimaga? Chunki u verb-da, tere bilan kelmaydi verb. Shut down ni o'zi bo'ladi. Agar shut down ni biz tere bilan yozsak, u yopilgan degan ma'noni beradi. Yopilgan, yopildi degan verb emas, yopilgan adjective bo'lib qoladi. Shut down businesses do not open desa bo'ladi masalan. Okay? Keyingisi spread popular advertisements. O'zi spread deymiz, keyin yana popular deymiz, bir-biriga match qilmaydigan so'zlar. Clients o'rniga customers yaxshiroq tushardi va who frequently buys buni ko'rdinglar menimcha. Consumers, clients who frequently buys buy bo'lish kerak. Subject verb bir-biriga mos tushmayapti. Chunki buys deganda kim sotib oladi? Consumers, how many? One or many? Many. So it should be buy, not buys, right? Rewritten version ni ko'ramiz. Bu yerda example bilan link bittadek ketdi bizda. Va uni ham yana qisqartirib yoqib qo'shganman. Take Citroën, a once popular Uzbek energy drink. Qaranglar, bitta zo'r narsa, agar sizlar O'zbekiston haqida yoki O'zbekistondagi brendlar haqida example berayotgan bo'lsanglar, sizlar o'sha examplelarni ekzaminatorga tushuntirib ketishinglar kerak. Okay? Ya'ni ekzaminator katta ehtimol bilan Citroën nimaligini bilmaydi. Menimcha zalda o'tirganlarni ko'pchilik bilmaydi, agar boya ko'rsatmagan bo'lsam. O'shani sizlar tanishtirib ketishinglar kerak. Mana ikkala writer ham qilgan, boya 5,5 lessada ham bor, bu yerda ham bor. Masalan, ko'pchilik sportsmenlar haqida yozadi yoki mashhur odamlar haqida yozadi va ular O'zbekistondagi hodisalarni bilgani uchun O'zbekistondagi narsalar haqida yozadi. Lekin ekzaminatorlar O'zbekistondagi ekzaminator tekshirmaydi siz essangizni. UK dagi ekzaminatorlar tekshiradi. Ularning umuman xayolida yo'q, u Toshkentda nima bo'lyapti, qanaqa brend bor yoki qanaqa odam bor. Agar siz O'zbekistondagi mashhur odamni primerini bermoqchimisiz, siz u odamni nima qilishingiz kerak? Tushuntirib ketishingiz kerak kimligini. Ekzaminatorga tanishtirib ketishingiz kerak. Masalan, sportsmenlar haqida gaplashadigan bo'lsak, for example, take Husanov, an Uzbek football player who plays for Manchester City. deb tanishtirib ketsam bo'ladi. Okay? Ya'ni ekzaminator men nima haqida gapirayotganimni bilishim kerak. Agar hozir men
take citro for example deganimda tushunmas edi ekzaminator nima u citro derdi. O'shaning uchun ham take a once popular energy drink. Keyin ahamiyat beringlar, once popular. Nimaga once popular? Hozir popular emas, chunki o'z meni ideyam shu edi-da, u yopilib ketdi deyishdi. Reklama ishlamagani uchun yopilib ketdi deyish kerak edi. Despite flooding the market with constant advertising, flood nima degani? Suv toshishi degani. Bu ham idiomatik vocabulary. Ya'ni marketga reklamani toshirib yuborgan, keragidan ko'p bergan degan ma'noni beradi. Ana messagelar bilan flood qiladi odamlar, постоянно yozaveradi. O'sha flooding. Bu ham idiomatic vocabulary. With constant advertising, the brand gradually lost its hold on consumers. Ikkinchi zo'ranaqa lost its hold, ya'ni ushab turgan bo'lsa, klientlarini qo'yib yubordi. Klientlari ketib qoldi degani. Who had grown indifferent to its messaging. Ya'ni klientlar indifferent bo'lib qoldi. Indifferent degani nima degani edi? Befarq. I don't care degani. I don't care degani. And was ultimately forced to shut down. Qaranglar, yopildi demayapmiz, to'g'rimi? And was ultimately shut down demayapmiz-da, yopilib ketdi demayapmiz. Forced degan so'z nima ma'no beryapti mana shu yerda? Majbur bo'ldi. O'zi xohladimi? Yo'q. Nimaga yopdi? Chunki klientlar reklamaga befarq bo'lib qoldi degan ma'no chiqyapti, okay? Va bu bizada example bilan link bittada ichida ketgan. Once popular, flooding, lost its hold, forced to shut down. Bular hammasi good lexical resource hisoblanadi. Despite plus verb ing ishlatildi. Despite flooding the market. Bu grammatika hisoblanadi. Va example arrow point aytayapti. Saturation, ya'ni reklama ko'payib ketganligini aytayapti. Qayerda aytgan reklama ko'payib ketgan deb? Which word? Qaysi so'z aytayapti bu reklama ko'payib ketgan deb? Flooding deyilgan, to'g'rimi? Va failure ham bor ichida. Was forced to shut down. Bo'ldi, ideya tugadi, body paragraph tugadi. Endi qayerga o'tamiz? Conclusion. Okay. Conclusion qaranglar. Bu originali. To conclude, although boya introductionda gaplashib deysizlarmi? Although match qilmaydi bu joyda. Chunki bu yerda sababi bilan negativ berilgan. Ikkita har xil narsa, kontrast qiladigan narsa emas bir-biriga. Yaxshi bilan yomonni, kichkina bilan kattani gapirsak, although desak bo'ladi. Bu yerda although match qilmayapti. Although being less influenced by consumers may be the reason for being disappointed with repetition of different advertisements. Qanchalik oson shuni tushunish? O'qiganda. Butun conclusion o'qib chiqsanglar, many business people are more likely to experience long-term stress. O'qib turdim, men birinchi o'qidimda, to'xtab turib, charchadim shakilda, birinchi bo'libda. Keyin yana o'qib ko'rdim, keyin yana bitta o'qib ko'rdim, keyin yo'q, men charchamaman, bu shunaqa yozilgan ekan deb o'yladim. Keyin qaranglar, reason yozilgan, reason emas. Menimcha bu yana o'sha vaqt yetmay qolgan tekshirishga. Mockda yozilgan esa-da bu. Also misused introductionda gapirdik. Backwards cause effect logic. Qaranglar, bu yerda birinchi bo'lib qanaqa disadvantage berib turib, keyin sabab aytilganga o'xshab qolgan. Logikasi ozgina buzilgan, o'sha also dan keyingi qismida reason of being disappointed with repetition of different advertisements. Bu yerda biz mavzuyimiz nimani so'rayotgandi? Nimaga reklama ishlamayapti? To'g'rimi? Birinchi gap qaranglar. Being less influenced may be the reason of being disappointed. Nabarot etilgan bu yerda. Ya'ni klientlar disappointed bo'lgani uchun olmayapti deyilmaganda, reklama ta'sir qilmayotgani uchun klientlar disappointed bo'lyapti deyapti. Xuddi biz voy sizlar reklamalar ishlamayapti deb xafa bo'lib o'tirganimizdek. Ano reasonni ikkita tarafdagi gap bir-biri bilan almashish kerak edi o'tda. Masalan, biz aytsak, uxlamaganim uchun boshim og'riyapti desak, bu yerda boshim og'rigan uchun uxlamayapman degan narsa bo'lib qolgan. Okay? Opposite cause effect bo'lib qolgan. Reason of bilan kelmaydi. Reason birinchidan spelling, ikkinchidan reason nima bilan keladi? For. Reason of demaymiz, reason for deymiz. Conclusion xuddi introduction o'zi bo'lib qolgan. Hech narsa yo'q, hech narsa yangi narsa yo'q, yoki expansion yo'q. Va bitta gap bo'lib qolgan. Mana shu narsa juda yomon conclusion uchun. Conclusion kamida ikkita gap bo'lishi kerak. Men mana shu IELTS level 3 ga level 2 dan level 1 dan kelgan studentlarni ko'raman. 90% holatda bitta gap yozasizlar. Also bilan yoki while bilan lizbi yozib qutulsam bo'ldi degan ma'noda bitta yozib bo'l, ikkita gap yozamiz, okay? Conclusionga как minimum ikkita gap yozamiz. Mana даже masalan also ni ishlatmoqchimisiz? O'sha also bilan gapni olasizda, also o'rniga however qo'yib ikkiga bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki while ishlatmoqchimisiz? While o'rniga meanwhile ishlatib turib ikkiga bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Okay? Conclusionda ikkita gap bo'lishi kerak. That's the thing. Endi rewritten-ni ko'ramiz. To conclude,
the steady decline in consumer engagement with advertising is a natural result of decades of overexposure. Ya'ni 10 yillab odamlarda overexposure bo'lgan. Overexposure nima degani? Kam ko'rsatilgan reklama degani? Kam ko'rsatilgan deganimi? No, ko'p ko'rsatilgan degani reklama. Slishim ko'p over deyapti-ku. This is undoubtedly a negative development. Chunki savol so'ragan edi boshida bizda. Is it negative or positive deb so'ragan edi. This is undoubtedly a negative development as it places significant financial pressure on businesses and threatens the survival of smaller firms in particular. Ya'ni kichkinaroq kompaniyalar yopilib ketishi ham mumkin. Boya example berdik-ku, Citroen haqida yopilib ketdi deb. O'sha narsaga biz reference qilib aytamiz conclusionda. O'sha narsa haqida biz conclude qilib qo'yamiz, okay? That's it. That's the whole essay. Now, keyingisiga o'tsak bo'ladi. Qaranglar, original essay ballari ham bunaqa edi. Mockda ozgina boshqacharoq ball berishgan edi, adashmasam. Lekin shunaqa task response coherence 6 boshida so'radimi, kimga nima qaysi qismi yoqdi, task response coherence deganni ko'pchilik to'g'ri topdi. Grammar bilan vocab 5-5. Grammar vocabda yaxshi joylari bor edi. Gapirmadim u haqida. Agar buncha xato qilib siz hech narsa yaxshi narsa yozmasangiz, siz 5 olmaysiz. U 5 dan pastroq bo'ladi, okay? O'zi 5 bilan 6 ning farqi asosan writing task 2 da 5 bilan 6 ning farqi 5 bilan yozganini o'qish qiyin bo'ladi. O'qish qiyin bo'ladi. Bitta ikkita gap ko'rdik orada, o'qidikda, what do you mean dedik-ku. O'shanaqa bo'ladi. 6 ga yozgan odam u ko'p xato qiladi, lekin biz uni o'qisak tushuna olamiz baribir ham. Xatosi ko'p bo'lgani bilan u xatolar seriozniy xato emas yoki bitta joyda yig'ilib qolgan xato emas, o'qisak tushunarli bo'ladi. Okay? 7 leveldagi odam o'sha xato kam qiladi, juda kam qiladi. 30% yoki 20% gapida xato bo'ladi. Endi keyingisini biz assess qilishimiz kerak. What do you think? Task response necha bo'ldi bu essayda? 8, 7, maybe 6, 7. Okay. Yes. Coherence necha bo'ldi? Coherence'da xatolari ko'p edi, writer. Consequently, as a result esingizda bo'lsa. Yo'q, xatolari originalda ko'p edi. Remade emas. Okay, lexical resource-chi. Lexical resource yaxshi bo'ldi. Lexical resource ko'p o'zgardi. Grammatikachi. Okay, ko'ramizmi ballarini? Next slide. Yes, ko'rsanglar bo'ladi. Bitta task response 7 bo'lgan, qolgan hammasi 8. To'g'risini aytaman, ozgina treningga chaqirganda sizlarni aldab chaqirdik. 7 li essay qilib beraman degandim. 7,5 bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi endi deydi. But the reason is men prosto rewrite qilib chiqdim, bitta qilib, keyin oxirida bitta o'qib chiqsam, bu 7 li emas, bu essay edimda, keyin ko'rib. Endi qaranglar. Nimaga task response 7 bo'ldi? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga 8 ga chiqarmadik uni? Nima yetmadi bu essayga 8 olish uchun? Mavzusi boya slaydda bitta o'tib ketdi. Nimaga odamlar reklama odamlarga ta'sir qilmayapti? U pozitivmi, negativmi degan savol edi. Nimaga reklama ta'sir qilmayapti va reklama ta'sir qilmasligi pozitiv va negativ? Javob berildi, negativ deyildi-ku, kompaniyalar bankrot bo'ladi dedi. O'sha negativ edi. What else? Thesis statement zo'r yozilgan. Yaxshi yozilgan. Essay boshiga o'tkazaylik-da, ma'lum, boshida 7,5 bilan 5 li essay bergandik-ku, slaydlarni boshida anaqa warm-updan kelgan. Orqaga o'tkazaylik shuni. Mashinadan kelgan. Anaqasi remade varianti. Mana mashina. Body paragraflarni ko'rasizlar farqini? Mana shunda ko'rinadi. Nima bo'lgan? Bu xuddi anaqa Bruno bolasiga o'xshaydi, qo'shni bolasiga o'xshaydi. Kamroq e'tibor berilgan, kamroq mehr berilgan, to'g'rimi? Body paragraflar task 2 da agar biz body paragraflarimiz har xil size bo'ladigan bo'lsa, task response'imiz tushadi. Ikkinchi narsa, examplelar birinchisida O'zbekiston berilgan, ikkinchisida Citroen berilgan. Ekzaminator katta ehtimol bilan bu narsalarga relate qila olmaydi. Example'da sizlar qanchalik ekzaminatorga tegishli bo'lgan, ekzaminator tushunadigan narsani bersanglar, shunchalik u sizga kattaroq ball beradi, chunki siz argumentingizga ishonadi. Misol uchun sizga hozir mana shu essayni O'zbekiston yoki Citroen bilan emas, men siz umuman tanimaydigan boshqa drinkka aytsam, siz ishonishingiz qiyinroq bo'ladi. U ekzaminatorlar ham tanimaydi bu drinkni. O'shaning uchun ham example tanlayotganda biz iloji boricha more global brand tanlashimiz kerak. Brand yoki more global brand yoki more global country. Ya'ni o'zi qanaqa rule etiladi? Example yozayotganimizda task 2 da
Shunaqangi example topingki, dunyodagi любой countrydan kelgan bitta odam shuni o'qisa, tushunsin o'sha examplingizni. Okay? O'zbekistondagi emas, любой dunyodagi любой random odam kelsa, u Yevropadan keladimi, Amerikadan keladimi, Afrikadan keladimi, Xitoydan keladimi, tushunsin o'sha example'ni. Bu example'da u konkretni faqat o'zbeklar uchun yozilgandek bo'lib qolgan. Biz tushunyapmiz uni, lekin ekzaminator u narsani yaxshi tushunmaydi. Okay? That's the thing. Now, oxirgi o'tqizsak bo'ladi endi. Savollar. Endi essay bo'yicha yoki undan boshqa in general o'zi savollaringiz bo'lsa, qo'linglarni ko'tarsanglar, sizlarga mikrofon berishadi va bemalol savollarni so'rasanglar bo'ladi. Chunki bu essay haqida discussionimiz deyarli tugadi. Yana bitta task bo'ladi. Undan keyin ungacha hozir savol-javob qilib olamiz, okay? Mikrofonni ularga bersak, bu yoqda birinchi qator. Assalomu alaykum. Topic sentence yozgandan keyin explanationga ideyalar bo'lmasa nima qilish kerak? Savol so'raysiz bo'ladi o'zingizdan. Boya 3 ta savol so'radimi, esizdami? Why, how, so what? O'sha savollarni so'raysiz bo'ladi. Ideya yozdingiz. Xo'p, nimaga bo'ladi bu ideya? Kelgan, xo'p, bu ideya bo'lsa qanaqa qilib bo'ladi? How, to'g'rimi yoki so what degan nima qilibdi degan. Shunaqa ideya bo'lsa nima bo'ladi degan. Mana shu savollarni so'rashingiz kerak. Ikkinchidan o'zi men ko'pincha savat beraman, ko'p o'quvchilarim o'tiribdi, bilishadi. Topic sentencega ideya tanlashdan oldin siz example qilib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Example nima, explanation qilib bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz ideyani topib, keyin uni tushuntirsangiz, haqiqatan ham ideya kelmay qolishi mumkin, tushuntira olmasligingiz mumkin uni. Agar siz birinchi explanationni to'liqligicha yozib olib, keyin o'sha to'xtab, mana shu hozir o'zi nimani tushuntirdim deb turib, o'sha yerdan main ideyani olib keyin tepaga yozib qo'yadigan bo'lsangiz, o'shanda sizda zo'r example bo'ladi, explanation bilan. Shuning uchun birinchi bo'lib explanation example qilib, buning uchun plan qilishingiz kerak-da. Chunki siz topic sentence birinchi yozasiz, introductionni ham ideyani birinchi yozasiz. Siz introduction yozishingizdan oldin sizda qog'ozda explanationingiz tayyor bo'lishi kerak o'sha. O'shanda anu bo'lmaydi, boyagi problema bo'lmaydi. Birinchi explanationni qilib, keyin topic yozasiz, keyin main ideyani yozasiz, introductiondan yozishni boshlab kelsangiz bo'ladi. Okay? Next question. Yana kimda savollar bor, guys? You can raise your hands. Even so, the grammar in the grammar part there is no mistakes. There are no mistakes. Lekin baribir past qo'yib berishsa nima qilsa bo'ladi? Without mistakes grammar yozilgan bo'lsa ham. Kim qo'yib berdi uni? Mock. Appellatsiya bersangiz bo'ladi. Ya'ni tipo grammarda no mistakes, no repetitive bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Repetitive bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Grammatikangiz. Bir xil grammatikani ko'p ishlatgan bo'lishingiz mumkin. O'tda accuracy high bo'lsa ham range pastga tushib ketadi-da. O'tda grammatical range and accuracy-ku. Mistakeless degani low deganingiz necha 6 mi? 6 bo'lsa u okay. Okay, range 5 bo'lmaydi lekin. Xato bo'lmasa siz 5 ololmaysiz, 6 bo'lishi mumkin. Gaplaringiz qisqa simple bo'lib qolishi mumkin. Ko'p advanced grammar yoki har xil turdagi grammatika ishlatmaganingiz uchun. It may happen. It may happen rarely, but may happen. Yana qanaqa savollar bor? Bu essay bo'yicha yoki umuman writing bo'yicha? Yes. Is this grammar range enough? Because there weren't any conditionals or inversions. Yeah, that's 4 and 8. That would be enough because there were a couple of participles, many different ways of using relative clause. So yeah, that was enough. There was hyphen with punctuation, if you notice, twice, like with examples, double dash. So yes, that was good enough for 8. But we could use also, if you want to maximize it, if you want to make it 9, then you may squeeze in into, like in second body paragraph especially, after the Citro example, I would do it. If the company had come up with better ways of advertising itself, the financial difficulties could have been avoided. Or had the company, then it's going to be... Yes, inverted conditional. That's another version of it, exactly. Thank you. Right, thank you. Yes, question? Assalomu alaykum. Oh, alaykum assalom. Shmok exam topshirayotganda essaylarimizni o'zbeklar tekshiradimi yo boshqalar? Mo'kdami? U menga emas savol. Buni bilmayman to'g'risi. Kim tekshirsa? Yo, mo'kda o'zbeklar tekshirsa kerak-ku, menimcha. Okay. Yo, u da bo'lishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, agar real IELTS topshirayotgan bo'lsanglar, o'sha o'zbek brandslarni example qilib bermanglar iloji bo'lsa. Okay? O'zbek narsalarni example qilib bermanglar. What's next? Any other questions? Is it the same in speaking if a candidate doesn't have any grammar mistakes, or if a candidate has only a few grammatical slips, yes, but his or her grammatical range is narrow? Can he get band 6 from grammar range and accuracy? Not really in speaking. In speaking, it's you say softer. Grammatical range is softer because you don't have time to think in speaking. But again, it could be one case that may have happened is you may have made mistakes but not realized yourself.
This is one possible scenario. Like you go to the mock, you're like very confident, you answer everything, you made mistakes, but the examiner heard, but you didn't. Because what happens is when we speak, we don't hear our own mistakes, right? And that's why we can be confident that we didn't make any mistakes. And once we think about it, then we probably can find. But I think with a good accuracy, even if your range is kind of low, if you're using simple things, you're safe to get 7, I think, in grammar, right? Okay, thank you. Any other questions? People? Yes, here, first 2 people. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shu body 1 bilan body 2 ga bitta struktura foydalansa bo'ladimi? Shuni chuqurroq o'rganish. Конечно, bitta struktura, men har doim shuni o'rgataman. Bitta struktura, agar 3-body yozsam, 3-bodyni ham shu strukturada yozaman. Qaytarish bo'lmay, chunki sizdan strukturalarni har xilligini so'ramaydi-da. Bitta struktura zo'r ideya. O'shani yaxshi bilib oling, o'sha narsani har doim yozing, bo'ldi. Rahmat. Okay. Birinchi qator. Yes. Is complex vocabulary necessary for getting high score in lexical resource? What do you mean by high score? Like higher score? What Let's is say it? 7 or 8. 7, not really. 8, yes. 8, yes. But again, if your complex vocabulary is not accurate, it's useless. Qarang, mana bunaqa narsa bo'ladi. So'zlar leveli qiyinlashib ketadi-yu. O'sha qanchalik leveli qiyinlashib ketsa, shunchalik u so'zni ishlatilishi qiyinlashib ketadi. Ishlatishingiz qiyin bo'ladi. Masalan, oddiy so'z, A1 so'z, change degan so'zni hamma biladi. Change. Nima deb boshlashsa bo'ladi? Change what? Change what? Aytib ko'ringlar examplelarni. Change opinion. Change your mind deylik, masalan, to'g'rimi? Change your mind. Okay. Change my work desam bo'ladimi? Change my seat desam bo'ladimi? Change my name desam bo'ladimi? Okay. Endi change sinonimlari bor, higher level sinonimlari. Qanaqa sinonimlari bor? B2 da yoki C1 da. Alter degani bor, okay. Modify degan sinonimi bor. Modify my name desam qanaqa eshitiladi? Ya, o'sha yemayapti. Ko'rasam, demak bizda higher level so'z olamizmi? U higher level so'z ko'proq maxsus joyda ishlatilishi kerak. O'sha modify degan so'zni agar men aytsam, modify my IELTS course desam yoki modify my car desam, bu narsa zo'r menga ball beradi. Agar lekin men modify my mind deydigan bo'lsam yoki modify my name yoki modify my seat deydigan bo'lsam, bu narsani bir ballim olib tashlaydi. Endi biz complex vocabulary ishlatishimiz kerak. Agar biz o'sha narrow ishlatiladigan joyini bila olsak, agar biz uni narrow joyda emas, uni любой joyga tiqib ursak, so'z yodlab olib yoki hozirgi essaydan qaysidir so'zni ko'rgan bo'lsanglar, uni xohlagan kontekstda ishlataversanglar, u boyagi modify my mind degan so'zga o'xshab qoladi. Okay? High level vocab, high level grammar. Nimaga high? Chunki uni ishlatish qiyin, ishlatiladigan case'lari juda ham kam. Aynan o'sha case kelganda ishlatsanglar, o'sha sizlarga ball beradi. All right? Next question? Yeah. To'g'ri ishlatishni qanaqa o'rgansak bo'ladi? Qanaqa kontekstda ko'rgan bo'lsa, shunaqa kontekstda ishlatasiz. Men o'zimga mana zo'r requirement qo'yganman. Agar men bu so'zni oldin ikkita so'zni birga ko'rmagan bo'lsam, men ikkita so'zni ishlatmayman. Masalan, essay yozasiz, see advertisement degan narsani ko'p aytdingizda, see o'rniga watch desam bo'larmikan desangiz, siz o'zingizdan o'zingiz so'raysiz, oldin watch advertisement degan so'zni qayerda ko'rganmanmi deysiz. Yo, eslamayman desangiz ishlatmaysiz. Ko'rmadim, mana shu qoida, haven't seen, don't use. Eng oson qoida shu. Haven't seen, don't use. Ya'ni tekshirsangiz bo'ladi. Collocationlar qanchalik ko'p kelishini Google ga yozsangiz bo'ladi. Prosta mana shunday collocation bormi o'zi yo'qmi? Watch advertisements deb yozsangiz, examplelar chiqib keladi. Masalan, ko'rasiz, u boshqa ma'noni berar ekan deysizda. Okay, that's the thing. Okay, 3 more questions, people. Oxirgi 3 ta savol. Oxirida bitta ko'taryaptilar. Yes. Time management oshirishga nima qilish kerak? Nimada? Task 1 dan task 2 dan? Boss. Kelasi. Writing da? Yep. Okay. Men studentlarni o'tirib o'tdi. Okay, men ko'ryapman, 2 ta, 3 ta, 4 ta studentlarni. Mikrofon bera olasizmi shularga? Malika, Fatima. How did you improve your time management? How was it before? And what did you do? Mendan emas, qilgan odamdan eshitsangiz foydaliroq bo'ladi-da. Before, I used to write task 1 in 30 minutes, and I used to write task 2 in 1 hour. But once you gave us an assignment where we had to write 30 essays, 30 task 2 essays, I improved my timing because I wrote at least 3 task 2 essays every day. So now I don't have any problems with timing. How much time does it take now? Now it takes 35 minutes. Yes. 1 hour, right? It used to take. Yeah. Почти 2 marta. Tushundingizmi qilganlarini? Ko'p yozish kerak prosta. Ko'p yozish kerak, real ko'p yozish kerak. Bu narsa men nechta student bilan qilgan bo'lsam, hammasida ishlagan.
man kursimga kelganlar bor, ko'pchilik hozir ko'rib kulyapti o'sha momentlarni eslab. 30 ta 40 ta essayga bir hafta 2 haftaga beraman homework qilib, har darsda 3 tadan 4 tadan 5 tadan essay yozishadi. Va o'sha essay yozgandan keyin birinchidan vocabulary ichidagi strukturalar boyitganimizda bitta strukturani yaxshi tushunib olishadi. O'sha strukturani yaxshi tushunib olganligi uchun tezroq yozishni boshlashadi. Okay, tezroq yozishni boshlashadi. That's the thing. Okay, last 2 questions, people. Can we use любой collocation if it's suitable in context? What do you mean? Kontekstga tushsa ham любой ishlatib olsam, например, double-edged sword, tipa ikkita meaning, ikkita tomoni bor degani. Kontekstga suitable bo'lsa, как idioma ishtirib qolmaydimi? Writingdami? Yo'q, writingda formal informalga qarashingiz kerak. Writingda qarashingiz, speakingda ishlatsa bo'ladi. Speakingda informal ishlatish o'zi preferred. Informal speech o'zi preferred o'zi ko'proq. Formaldan ko'ra I do not dan ko'ra I don't more preferred. I am not going to dan ko'ra I'm not gonna ko'proq preferred bo'ladi. Lekin idiomalarda ham xuddi shunaqa. Writingda yo'q, formal yaxshiroq. Formal anaqa ko'rasizmi, mana hozirgi ikkinchi 7,5 essay ham ko'proqcha anaqaga o'xshaydi. Reportga o'xshaydi ko'proq yoki qanaqadir BBC da o'qilgan narsasiga o'xshaydi u. Birinchisi u mahallada gaplashib o'tirganda gaplashilganga o'xshaydi, okay? That's the thing. O'sha farqi, ya'ni sal formalroq, higher level bo'ladi. Okay, last question. The last question, anyone? Kimda savol bor endi, guys? By hands? Okay. 2 oyda writing testini 5,5 dan 7,5 gacha oshirsa bo'ladimi? Qanday qilib oshirsa bo'ladi? Qanday qilib? Okay. O'zi bo'ladi demay, to'g'rimi? Bo'ladi, deadline-ni o'zgartirgan holatda oshirsa bo'ladi. Agar 2 oy emas, ko'proq vaqt bo'lsa oshirsa bo'ladi. It's not impossible. Ko'pchilik biladi, men studentlar kelishsa yoki ota-onalar kelishsa aytishadi, misol uchun menimcha vaqtda menimcha IELTS olishim kerak deb. Men bitta narsa aytaman, yoki tez IELTS olasiz, yoki yaxshi IELTS olasiz. Ikkitasidan bittasi, ikkalasi emas. Ya'ni 2 oyda writingga 5,5 dan oshirsa bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Yoki writingga 7,5 dan oshirsa bo'ladimi? 5,5 dan. Bo'ladi, faqat 2 oyda emas. Okay? 2 oyda to'g'risi realni juda qiyin, 5,5 dan 7,5 ga oshirish, maksimum 6,5. Agar zo'r ishlasangiz, individual ishlasangiz 7 ga chiqarishingiz mumkin, to'g'risi. Maksimum. Chunki odamlar 6 oylab o'qib 5,5 6 oladi-da. 2,5 ball improvement, bu katta improvement. Writingda ayniqsa. Readingda says, listeningda says okay derdim, writingda no, I don't think so. Okay. Savol javob tugadi. Bitta narsa bor endi, guys. Sizlardan so'raydigan. Hozir keyingi slaydga o'tkazamiz. Bitta request. Qaranglar. Hozir Telegramda men bitta post qoldiraman. Qaranglar, Telegramda bitta post qoldirdim, kelmaganlar nima o'tkazib yubordi degan. Har doim o'zi dars o'tsam, ko'pchiligi keyingi safar ko'proq odam kelish uchun, keyingi safar ko'proq odamga motivatsiya bo'lish uchun narsani qilaman. Bugun nima o'rgangan bo'lsanglar, mana shu postdagida yozib qoldiringlar. Men o'zim uchun ham bilib olaman, Tredaringning qaysi qismi foydali bo'ldi, qaysi qismi foydali bo'lmadi va nima o'rgangan bo'lsanglar yozib qoldirsanglar, keyingi kelmagan odamlar ko'rsa, keyingi treninglarda yana ham ko'proq o'quvchilar keladi va yana ham ko'proq odamlarga foydali bo'ladi, okay? IELTS Sardor Telegramga kirsanglar, oxirida post turibdi va bugungi 7,5 essay ham shu kanalga tashlab qo'yaman. Full variantini o'sha kanaldan olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Okay? Kimga kerak bo'lsa shundan olsanglar bo'ladi. So this was the last request that I had. Hammaga kattakon rahmat, oddiy kun vaqtingizni ajratib kelganinglarga, and see you guys next time. Kattakon rahmat. Bugungi guest lecture eventimiz juda ham, academic trainingimiz juda ham qiziqarli va ma'lumotlarga boy bo'ldi. Sardor aka, sizga ham kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratib keldingiz. Shuncha o'quvchilar sizlarga ham rahmat. Keyingi eventlarda, keyingi guest lecturelarda va keyingi academic traininglarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat.